man to'g'risi menga kim qatini qildiryapti, kim tabiiy, kim nimadir, kim o'lyapti, kim qolyapti bir tili qizig'i yo'q menga. Agar mana shunaqa narsalarni ham gapiradigan bo'lsam, men birovlarni tiqmayman, men faqat o'zim haqimda gapiraman. Cho'slam, men o'zim hayotimda yashaydigan odamman. Hayotim chunki o'zim mana shunday yetadi o'zimga. Men tushunmayman. Ayrim bloger qizlar nimadir, men dash ko'rmas ekanman-da, qiz istoriyasini ko'rmasdim ham. Hozir tanishim e'tiqodda uni ham tanish ekan. Rost gapiradi sani dotdi. Hamma istoriyalarni ko'rsatib screenshot qolgan ekan. Rost senga tek qizishgani u bilmaysanmi dotdi. Bilmayman, chunki menga qiziqmas u qiz. Ko'rmaganman. Men даже shunchalik qiziqmanki, u bitta istoriyasini menga atab qo'yapti. Qizlar, iltimos, ayrim bloger qizlar, gapinglar bo'lsa o'zimga kelib gapiringlar. Mana orqamda juda ham ko'p qizlar gapiradi. Buni bilaman. Adu ko'rsatgan qizini istoriyasini, u ham darmay bloger qiz, kamda 2000 da oshib ko'rsa kerak istoriyasini, deb tushunasizlar. Shuncha odam ko'radigan narsani bitta menga tegishtirib qo'yar ekan. Vau dedim. Qizlar, men qatimidir qildirsam, o'zimga yoqqani uchun qildiraman. O'zimni pulimga qildiraman. Sizlarni hech qatinglarga kirib chiqmasin. Sizlarniki o'zingizga yoqqisa, oshib ketinglar menga desa, menga vash farqi yo'q. Tushunasizlarmi? Qildirasizlarmi, sizlar qildirmaysizlarmi? Takja sizlarda ham shunaqa bo'lsin, ishinglar bo'lmasa bir tili iltimos. Shunaqa gapiradigan ayrim bloger qizlar, aktrisa qizlarni ko'p eshitaman. Конечно, bitta shu qizni to'xtab qolmang. Voy, esa qotib ketadi prosta. Bir go'zal-ku hayotimda ko'ngillarni keng qilib yashaydi, iltimos. O'zinglarning hayotinglarda, конечно. Ot menga ko'pchilik aytadi, demak, blogerlardan uzoqda yurasiz, ko'pchilikka qo'shilmaysiz deb, vot nimaga. Men ozgina qo'shilib qolsam, kimdirga sraz g'idi-bidi g'iybat boshlanadi. Tushunasizlarmi? Ko'rolmaslik, menga bunaqa narsalar yoqmaydi. Поэтому qo'shilmayman, hech kimga qo'shilgim kelmaydi, o'sha o'zim yurganim yaxshi. Вот так вот. Shunaqa aytuvlarim qoshim o'sib ketgan, hazil qilaman. Terib tashlaydi deyapti, oriydi prosta. Xudoyim, mayli. Hamma o'zini hayotida sog' bo'lsin, omon bo'lsin, hammaga insof bersin. Ularga ham, menga ham, sizlarga ham. Burnim zata tapoy bo'ldi. Bir haftadan keyin olib tashlashsa, mazza qilib deb nafas olaman. Qiynalib ketdim. Tezroq bir hafta o'tsin.